Assalomu alaykum kanalimiz obunachilar. Mana bugun 8-aprel 2025-yil. Mana kechqurun bo'lsa ham biz mijozlar uchun mana akalarimiz Termizdan kelishibdi. Shu mijozlarni xafa qilmasdan inshaalloh mijozlar kelgan ekan. Kechki payt bo'lsa ham xizmat ko'rsatib beramiz mijozlarimizga. 7 o'tkinchilik matta kultivator kerak ekan. Xudo xolasa mana kechqurun pastkadan terib xudo xolasa ishlatish jarayonlarini ko'rsatib beryapmiz. Aka o'taltiring endi xudo xolasa. Patsos o'ziga qayiring aka. Shumi? Yo'q, mana bu narsa patsos aka. Mana buni qayirasiz. Torting. Torting. Yo'q, to'xtang. Mana bu narsani aka ozgina gazni ko'taramiz aka. Gazni ko'tarib, ozgina ko'tarasiz. Buni mana qo'yilgan, xuddi shunday. Yo'q, to'xtang aka. Kelyapti. Aka. Qizigan payti buni beksilib qo'yib torting. Endi mijozlarga montaj qilmadikda xolisona tushuntirib beryapmiz va bez montaj qo'yiladi deymiz. Xudo xolasa aka bu narsa o'taltir haydab ko'rdingiz o'zi. Qizib turgan holatda passosingizga turaversin, sovigan holatda qaytarasiz. Bir haydab ko'ring endi, haydab. Yo'q, bu zadniy bu aka. Buni uftan bosasiz, skor ko'ring. Skor ko'rdingiz, asta qo'yib yuborasiz, asta qo'yib yuborasiz. Buradan buni ushlab turing. Asta. Nufta bilan to'xtaysiz yana. Mana shu. To'xtamoqchi bo'lsangiz nuftani bosasiz, xalastoy qiling. Mana shunday. Endi zadni ko'rmoqchi bo'lsangiz, xalastoy qildingiz, nuftani oxirigacha bosing. Zadnini, mana zadni bosing oxirigacha. Qo'yib beraymi? Yo'q, buni bosib turing. Buni oxirigacha bosadi, tushdi. Endi zadnini qo'yib yuborasiz. Mana qo'yib beraymi? Qo'yib yuboring. Aka qo'yib tiragan eskida o'tib ketyapti. Nuftani bosib to'xtatib olasiz ana shuni. Qanday? Skor ko'ring ana shu. Akalar ro'lava ekanlar-da. Böyle. Nima zadni bosmay korobkani to'kib tashlaysiz. Endi qarang, zuburga o'rganganman deyapsiz-ku. Bunga o'rganguncha buni korobkasi to'kib qo'ymang aka. Qarang. Ko'chiring, tushuntirib beraman. Mana bosangiz o'tadi. Mana bunday narsa aka, mata kultivatorda aka. Xuddi mashinada nufta bilan boshqarasiz. Xalastoy qilgan holatda nuftani bosib turib, zadnini bosasiz. Nufta bosilgan turadi. Zadnini bosib turib aka, bosib turib, keyin nufta asta qo'yib, ushlab yarimchala qilmang. Korobkani g'ijlab qo'shib o'chirib olaveradi. Oxirigacha nuftani qo'ying. Gazni sal pasaytirib olsangiz, birdan chop ketmaydi orqaga. Tushunyapsizmi? Mashinnikidek. Xuddi shunday. Keyin oldi ko'rgan paytingiz ham nuftani bosib skorsiz ko'rasiz-ku. Buni bosavermang, korobkani to'kib tashlaysiz aka. Shu narsaga ahamiyat qilish kerak. To'g'a qanday ekan traktor? Bo'ladi. Zo'r ekanmi? Mijozlarimizga nima deysiz? Aytamiz, shu yerda bor ekan, olmay deb, men afv qildim deyman. Xudo xolasa. Ish beryapti, Xudoga shukr deyman. Inshaalloh. Bizdan bu akamiz qancha yil oldin zubur oluvdingiz? Qancha bo'ldi? 3 yillar oldin zubur olib ketgan ekanlar, ana aka bizdan 7 tali zatka olganlar endi mata kultivator olib ketyaptilar. Shunaqa mata kultivatorlardan kerak bo'lsa, shu pastdagi raqamlarga aloqaga chiqib berasiz. Surxondaryo, Denov shahrida joylashgan.